yangi yilda kimdan sovg'a olaman? Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Oppoq qorga burkangan bir kichkina shaharda Hadicha degan mehribon qizcha yashar ekan. Qish kirishi bilan hamma joyda yangi yil haqida gaplar ko'paydi. Do'konda archalar, bezaklar, qorbobo rasmlari, hatto uning sinfdoshlaridan ba'zilari shunday deyishardi: "Men qorbobodan mashina so'rayman. Men qorbobodan telefon so'rayman. Men katta sovg'a olaman." Hadicha esa uyga qaytarkan, ichida savol tug'ildi. Nahotki haqiqatdan ham sovg'ani qorbobo bersa? Uyga kirsa, onasi dasturxon tuzayotgan ekan. "Ona," dedi Hadicha sekin. "Hamma qorbobodan sovg'a so'rayapti. Qorbobo hammaga beradi deb o'ylashyapti. Shunaqami?" Onasi boshini chayqab, mehr bilan dedi: "Yo'q qizim. Insonlarga rizq, ne'mat, sovg'a, shifo, bularning hammasini faqat Alloh beradi. Qorbobo esa odamlar o'ylab topgan ertak qahramoni xolos. Haqiqiy sovg'ani beradigan zot bu Alloh." Hadichaning ko'zlari kattalashdi. Unda nega odamlar qorbobodan so'raydi? Chunki ular shuni to'g'ri deb bilishadi. Ba'zilar esa atrofdagilarga ergashadi. Shuning uchun sen haqiqatni bilishing kerak bolam. Qorbobo emas, Alloh har bir bolaga rizq beradi. Ertasi kuni kechqurun deraza ortida salyutlarning ovozi eshitildi. Pa, pa, pa deb uchib ketdi osmonda rangli yoritqichlar. Hadicha cho'chib ketdi. Onasi unga tushuntirdi. Mana shularning ichida qancha bola qo'rqadi, qancha bolalar jarohatlanadi, qo'llari kuyadi. Bu yomon, zarar. Bizning dinimizda zarar beradigan narsa yo'q. Hadicha derazaga qarab o'ylab qoldi. Demak, yangi yilning o'zi yaxshi emasmi? Onasi jilmaydi. Yangi yilning yomon joyi bu bizning dinimizda yo'q bayramligida. Odamlar o'sha kuni ortiqcha isrof qilishida, qorinlari to'yguncha ovqat yeb, yarmini tashlab yuborishida. Ba'zilari esa faqat bir kunlik quvonch uchun pul sarflaydi. Lekin bizning dinimizda boshqacha. Ihson qilish, muhtojlarga yordam berish, sadaqa berish, qurbonlik qilish, har kuni oxirat uchun savob yig'ish. Mana haqiqiy bayramimiz qanaqa bo'ladi. Bir kuni Hadicha dadasidan so'radi: "Dadajon, men ham sovg'a olishni xohlayman, lekin kimdan so'rashim kerak?" Dadasi uni bag'riga bosdi. "Allohdan so'ra bolam. Alloh istasang beradi. Agar sen Qur'ondan bir pora yodlasang, men senga istagan sovg'angni o'sha kuni olib beraman. Hattoki katta tort ham olib kelaman." Hadichaning ko'zlari porlab ketdi. "Rostdanmi?" "Albatta. Chunki sen sovg'angni ertakdagi qorbobodan emas, haqiqiy zot Allohdan so'raganing uchun, hamda Allohning kalomi bo'lgan Qur'onni yodlaganing uchun qizalog'im." Shu kundan boshlab Hadicha har kuni kichkina Qur'on kitobchasidan 1-2 oyat yodladi. Har o'qiganida o'ziga xotirjamlik kirar, ichida bir nur paydo bo'lardi. Nihoyat bir kuni u Qur'ondan bir pora yodladi. Onasi va dadasi unga tabassum qilishdi. "Mana endi," dedi dadasi, "sening sovg'angni olib beraman. Chunki sen savobli ish qilding. Bu Allohning roziligiga eltadi." Dadasi unga ko'pdan beri xohlagan chiroyli kitobni va katta shirin tort olib keldi. Hadicha tortni ko'rib, quvonchdan sakrab ketdi. O'sha kechasi Hadicha dudoqlarini qimirlatib duo qildi. "Allohim, menga bergan hamma ne'matlaring uchun rahmat. Meni faqat senga ishonadigan, senga suyanadigan insonlardan qil." Va u o'sha kundan boshlab bilar edi. Yangi yilda sovg'a beradigan qorbobo emas, sovg'ani beruvchi faqat Alloh. Haqiqiy bayram esa isrofda emas, balki yaxshilik, ihson va Qur'on bilan o'tgan kunda.